Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'loniyning Jallod Xanim nomli tarixiy romani. Bu roman Belqut shirkatida ovozga ilinib, Belqut to'rida anlatildi. 5-bob. Fojialik qismatlar. Milodiya 1670-yil. Ujmi pishiqi. Oqsu. Bu yil suyi alvak xalqi oq ko'ngil ham ishchan Oqsu diyorida yoz to'limi burun boshlangan edi. Gerçi Oqsuda so'lik majrolari ancha yuz bermagani bilan Mo'ng'ul oqsumoqlarining farakandchiligi to'la yuz berib turadi. Yilda birer qitim cho'ng ko'lamda, bir necha qitim kichik ko'lamda besib kirgan Mo'ng'ul oqsumoqlarining askarlari bilan elishib turg'ashqimi Oqsu xalqining vatanparvarlik engi yuqori edi. Shu sababli yurtso'yar Oqsu o'g'illarining jangbozlik mahorati alohida ustun edi. Oqsu xalqi Saidiya xonligi tavasidagi har qaysi yurt, oymoqlardan kelgan qavmni xuddi bir tuqqan qarindoshlaridek ko'rib qizg'in kutib oladi va osonli ora qoladi. Besotida bor narsalarni oyimay tang foydalanadi. Boshqa yurtlardan kelgan kishilar kang qo'l, saxovatchi Oqsu xalqining ortida osonli yerlashib ketadi. Oqsu xalqining bu xuy miyazini obdan bilgan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishon ostondan bir qism xalifa so'pinlarini agashtirib, sharmandilarcha qochgandan keyin O'dilli Oqsu tavasiga kirib to'xtadi. Xalq ortida targ'ibot elib berib, so'lik tavratdi va qisqagina vaqt ichida nurg'ulg'an xalqni Ishoqiya sulkiga da'vat qilib, o'zining payg'ambar avlodi Sultonul Muhaqqin Ishon Kalon Kashbu karomatchi avliyo Pir Buzurik Valiyulloh ekanligi haqida davrang silib, goh shirin suxan nutqi, goh vahima paydo qiluvchi sehri karomatlari. Amaliyotda ishonchlik xalifa so'pinlari bilan oldin tayyorlik qilib olgan hiyla mikarlik o'yinlari. Shular bilan sodda xalqni aldab, sarosimga selib, ishondirib, o'ziga qo'l bergizib, atrofiga nurg'ulg'an murtlarni to'plashga ulgurgan edi. Bu suyi alvak tuprog'i munbat zamonga bir tal ho'l tayoqni shundoqli fotirib qo'ysa, osonli yiltiz tortib ko'kliginiga o'xshash Xo'ja Abdulla Ishonmo Oqsuga osonli o'zlashib, xeli cho'nqur yiltiz tortdi. Va bu karomatchi avliyoning nomi taraf-tarafga chaqmoq tezligida tarqalishga boshladi. Hamda Oqsuning noib amri Shahzoda Ismoil xonning xeli diqqatini tortdi. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishonning ko'ngliga fikri shu edi. U ana shundoq yelimikar nayranglari bilan atoq obro'y qozongandan keyin Shahzoda Ismoil xonning huzuriga bir qoshqun panohlik tilab kelgan bechora Maxtumzoda sifatida emas, katta avliyo, Pir Buzurik, hamma odam hurmat qiladigan ulug' so'lik peshvosi sifatida dabdaba bilan kirib keldi. Shahzoda Ismoil xonning qarshi elishiga ta'ma qilgandan ortiqroq noil bo'ldi. Tunji qatim ko'rishdila Shahzoda Ismoil xon shaharning sharqidagi katta bog' saroyini bu Maxtumzoda Pir Buzurikqa in'om qilaverdi. Xo'ja Abdulla Ishon Shahzoda Ismoil xonga ota bo'g'illardan tortib buyuk Saidiya saltanatini mustahkamlash uchun ko'p ajr singdirganligini, kech-kunduz etikobda o'tirib duogo'ylik qilib turganligini, shu sababli Sultan Abdullah xon hokimiyati mustahkamlanib, saltanatlik shonu shavkati yiroq-yiroqlarga tarqalganligini maqtanib turib, uzundan uzun so'zladi. So'z orlig'ida Sultan Abdullah xonning marhum dadisi Ishon Kalon Valiyulloh Xo'ja Shodi Pir Buzurikka qo'l berib murt bo'lganligini, dadisi o'lib ketgandan keyin o'zini pir tutib qo'l berganligini, har qanday cho'ng kichik saltanat ishlarini o'ziga maslahat silib turganligini bir necha qitim alohida askartib ulgurdi. Oxirda noinsof Shahzoda Yo'lbosxonning aqlsizlik qilib, ishqiyachi murtad Xo'ja Hidoyatulloh Ishonning domiga tushib, sehri afsullarga oldinib, osiylik yo'lini tutib, enisi Shahzoda Abdumo'min xonni o'ltirib, taxt tortib olganligidan dodladi.
Shahzoda Ismoilxon Saidiya ordusida Maxtumzodlarning nima uchun shuncha ola e'tiborlanganligini, aksi Sulton Abdullaxonning nima uchun avval oti Maxtumzoda Ishonga, keyin bola Maxtumzoda Ishonga qo'l berib murt bo'lganligini obdan biladi. Navada kunlarning birida Saidiya taxtida fosiban bo'lib o'ltirib qolsa, o'zining elning muqimligi, xalqning xotirjamligi va taxt dushmanlarini ko'paytib olmaslik uchun bu Maxtumzodlarga qo'l berib murt bo'lishga majbur bo'lganligini tushunadi. O Shahzoda Yo'lbosxonning izchil turda otasi Sulton Abdullaxon bilan qarshilashib taxt tortib olishga uringanligi, bu jarayonda nurg'un qonliq janglarni qilganligi, oxirgi hisobda taxt tortib olishga muvaffaq bo'lganligidan hamda buni Maxtumzoda Ishonning Yo'lbosxonning cho'ng ishonchisiga erishgan, Yo'lbosxonning dadasidan taxt tortib olish uchun yo'l ko'rsatib ko'p kuch chiqargan ashaddiy dushmani Xo'ja Hidoyatulloh Ishonning o'ch elib zulm silishdan qo'rqib ostondagi hashamatlik qasri, maishatlik turmushini tashlab qechib chiqqanligidan to'liq xabardor edi. Ammo bu Maxtumzoda Ishonning Oqsu ziminiga qadam besibli qisqa vaqt ichida shuncha ola xalqni o'z so'lkiga kirgizib, shuncha tezda katta otiq obro'y qozonganligini tushunmaydi. Ham buningdan hayron qolardi. Bu Xo'ja Ishonlarning rostida shundoq kashfu karomatlari bormidi? Yaratgan Alloh egam ularni nagil bo'lsa ashunda qo'llab aziz qilamdiganda. Ularga tayanmay taxtda o'tirg'ili, xoni sulton bo'lg'ili bo'lmasmi zodi? Ismoilxon Allohxondak bir xiyollarning turkisida Maxtumzoda Xo'ja Abdulloh Ishonga katta iltifotlarni ko'rsatdi. Ziyorat qilib o'rdaga kelsa, oldiga istiqbolga chiqdi. Kelsa, orqasidan chiqib uzutib qo'ydi. Ismoilxonning bu harakati boshqa amirlarga ham tezda ta'sirini ko'rsatdi. Mana endi Xo'ja Abdulloh Ishon Ismoilxonning noib amirlik ordusiga xohlagancha kirib chiqa oladi. Ismoilxonga xohlagancha aql maslahat ko'rsatadigan bo'lib oldi. Shahzoda Ismoilxon Maxtumzoda Xo'ja Abdulloh Ishonning birinchi qitimliq sulik targ'ibotini anglash bilan uningga qo'l berib murt bo'ldi. Shuning bilan uning amirlarining ko'pinchisi degidek Ishoqiya sulkiga kirdi. Uzoq o'tmay Qashqar, Ostona, Xotandagi sulki ishqiyachilarning zulmiga, taqibiga uchirgan sulki Ishoqiya murtlari to'p-to'p bo'lib Oqsuga eqishga boshladi. Shunda qilib Oqsu Ishoqiya sulkining bo'shkiga aylanib qoldi. Ismoilxon Maxtumzoda Xo'ja Abdulloh Ishonga qo'l berib murt bo'lgandan keyin Ishonning vasvasiga selish bilan yuragining cho'nqur bir yerlariga ko'miyotgan bir shirin ormini qaytadan yelinjashga boshladi. Buyuk Saidiya taxti Shahzoda Yo'lbosxondek osi, mulhid taxt o'g'risi emas. Janoblardek istidodli shahzodaga barliq musulmon ummatlarini hidoyat yo'liga boshlab, saodat eshiklarini ochquchi ahli sulhning bahodir homiysiga mansub bo'lish kerak edi. Hala bugungi kunda buyuk taxt saltanatni ota qarg'ishga mahkum bo'lgan, o'z qarindishining xunini ichgan sharafxo'r bilan Xo'ja Hidoyatullohga o'xshash ishqiyachi nomusulmonlarning kattasi egallab, el ra'iyatga chidg'usiz azob zulmlarni sanmoqda. Avomning tig'oni talakka yetdi. El yurtning beshiga tushgan bu kulfatlarni Alloh egam, avliyo janoblarining adolat qilishi orqali daf'i qilishdan bishorat berdi. Navada Oqsuda kichikina yurtning noib amirligiga shura qanoat qilib o'ltiraveradigan bo'lsalar, hisobsiz gunohi kabir sodir qilgan bo'ldilar. Bu gunohlarga bizlarga Maxtumzoda Valiyulloh taraf buzuruq bormi, sherik bo'lib qolaman. Qarab o'tirmay, darhol adolat qilishlarini yalang'ochlasizlar. Menimi ham o'zlarini bu gunohi kabirdan tezroq soqit qilsalar. Deb oldiratdi Xo'ja Abdulloh Ismoilxonni vasvasiga. Ishonning bu madad bishoratlari Ismoilxonning yuragidagi ojiz pilildab turgan cho'g'ni hadab yalpib yelinjitdi.
ishonga aniq bir javob bermagani bilan xiyollari temissiz edi. Pari buzurik rost aytdi. Aslida Saidiya taxti azaldan davomlashib kelayotgan qoida yo'sin bo'yicha akam Sultan Abdullaxondan keyin cho'ng inisi bo'lgan manga mansub bo'lish kerak edi. Akidan keyin inisi taxti varisi bo'lish azaldan bo'an'an edi. Ammo akam Sultan Abdullaxon bu qoidani buzib, cho'ng o'g'li Yo'lbosxonni valiahd qildi. Meni va inim İbrahim xonlarni xavfli dushman, ishonchsiz mahram qatorida ko'rib, chalish, kuchar qatorliq tashqi urush paraganchiligiga to'la yuz berib turadigan yurtlarning amirligiga tayinlab, xohlagan hisobda o'rnidan chatlashtirdi. Gerçi ko'nglimda qoyil bo'lmasammi, bu dard alamlarga chidashga majbur bo'ldim. Akam Abdullaxon qobiliyatsiz o'g'illaridan vafo ko'rmagandan keyin qarindoshlarining ko'ngli xazinasi o'z saltanatini mustahkamlash uchun menga bu Oqsu diyorini suyrg'al qilib bergan bo'ldi. Hamon bir kuni fursat navbat kelib qolar deb sabr qilgan edim. Haqiqatan sabrning tegi oldim-ki. Mana Pari buzurik Maxtumzoda tezroq Ostonaga lashkariy yurish qilib, Saidiya taxtini tortib olishimni oldirdi. Meningmi ham shunday qilganman. Ammo qaramliq qilishga bo'lmaydi. Shahzoda Yo'lbosxonni salchoqlashga texmi bo'lmaydi. Lashkarlarim oz. O'z vaqtida Ostonaga lashkar yetkash yorlig'ini topshirib olganda, akam Sultan Abdullaxonni shubhilanib qolmasin deb bir tuman xillangan otliq lashkarimni Ostonaga yo'lga selvetib to'limi xato qilgan ekan. Endi oldirmay puxta tayyorlik ko'rish kerak. Chalishning noib amri inim İbrahim xon bilan Uchturponning noib amri jiyanim Muhammad ibn Bahodir xonlar bilan maslahatlashishim, ularning yordamiga tayinishim kerak. Yana bir tarafdan Ostonaga oyg'oqchi mandirib, jiyanim Yo'lbosxonning lashkari ahvolidan to'liq xabardor bo'lishim kerak. Qoldi ishlarni kengash bilan muvofiq bir izoh soladi. Ismoilxon bir tarafdan Ostonaga sovg'a salomlar bilan maktub avatib, jiyani Shahzoda Yo'lbosxonning Saidiya taxtida xoqon bo'lib o'tirganligini muboraklab, uning ko'nglini tinchitsa, yana bir tarafdan sarkardalarni Oqsu tavasidagi har qaysi kanit qishloqlargacha avatib, ko'plab lashkar qabul qilib, puxta mashqlantirib, Ostonaga yurishga to'liq tayyorlik ko'ryapti. Inilarimo uningga hamdamda bo'lishga va'da berib, har biri 2000 dan otliq lashkar va 1000 dan egar jabduqlari bilan jang eti avatgan edi. Shundaqdimi Ismoilxon muvofiq bir lashkariy yurish vaqtini bekitmay orsalda bo'lib turibdi. Bugun Ismoilxon Mahkama beg'ining sharqidagi hashamatlik ravaqda sagidab o'tirg'ach, oldiga qo'yilgan dahilga egilgunicha Alshir Navoiyning Mahbubul Qulub nomli mashhur kitobini o'qiyotdi. Gohi topdim falakdan notivorlik, gohi ko'rdim zamondan kamirallik. Basi issiq so'g'uq ko'rdim zamondan, basi ochiq chuchuk topdim jahonda. Ismoilxon bu katta asarning nasriy shaklda yozilgan go'zal bayonlarini, falsafiy axloq qarashlarini, ilmiy yakunlarni o'zini unutgan holda berilib o'qisa, org'i qistirilgan ruboiylarni, qisqa beyitlarni huzurlanib o'qiganda ixtiyorsiz ovozini o'llik chiqarib, hayajon bilan deklamatsiya qiladi. Gardun menga gohi jafo va do'llik qildi. Baxtim kabi har ishda zabulluk qildi. Goh kam sori rahnamullik qildi. Alqsa basi bu qalamullik qildi. Ismoilxon bu kitobga maftun bo'lib qolgan bo'lib, hozirgacha qancha qatim takror o'qiganini bilmaydi. Shu sababli asar ichiga qistirilgan ruboiy beyitlarni yodi biladi. Shu topda u kitobga cho'kib ketgan bo'lib, rahliga ingishib muhtiyibli qolgan edi. Shu asnoda chiroyli to'qilgan
hepçiligini yolgun sevetde üzümü götürüp kelgen has mulazimi onun diqqatini bölüverdi. Bağdaki üzümü pişip kaptı ki, Şahzade alilerini eğiz deyip bakamdiken dep üzüme kelgen idim. Dedi mulazim sevetni şirege avaylap koyup. Bodeklerini tallap bir taldan avaylap üzülgen akpak üzmelerge şondaqlı qarıgan adamның iştahası etilip ağzıga seyriq su keletdi. Üzme bulaq suyda avaylap yuyulgan bolup quyosh nurida vol-vul qilib yaltiraydi. İsmailxon üzmeden bir tal elib ağzıga saldı. Şu hamon muzdek üzme ağzıda erib şerin ta'mi lavlarida qoldi. O üzümünü iştaha bilen yemekçi bulup kolunu uzatdı-yu, esiga bir iş kelgandek bir dilla to'xtab qoldi. Berib, Malika muhtaram xonimni darhol chaqirib kel, dedi mulozimga qarab. Ismoilxon üzümünü ko'rib, Malika muhtaram xonimga qisinib qolgan edi. Ajab, ilgirkidan kam dirar bo'lib ketdi-ku bu Malika. Nemiştan qıp yurdiken ta? Aldırış vaqtlarda bemahal kelib odamni avar qiladi bo'lmasa. Ismoilxon shularni xiyoldan o'tkazgach, yana kitobga yengishdi. Malika Xonzoda xonim fojiasidan keyin ko'ngli parishon bo'lib, Turpondagi ota-onasining qechig'iga ketmoqchi bo'lgan Malika muhtaram xonim Sulton Abdullohxon bilan xo'shlashib, Ostandan yo'lga chiqqandan keyin tog'isi Shahzoda Ismoilxonni yo'qlab o'tmoqchi bo'lib, Oqsuda to'xtagan edi. Tog'i jiyan qayta ko'rishib, bir-biriga obdalli ichakishib qoldi. Malika muhtaram xonim Ismoilxon bilanmi birga shikarga chiqdi. O'qiya yetishdi baslashdi. Jangbozlik, chavandozlik mahorati ko'rsatdi. Shahmat o'ynadi. Malika Oqsudimi o'qiya yetish, shahmat o'ynash, o'sinxat yezish mahorati bilan tog'isi Ismoilxonning hurmatiga, e'tiborlashiga mohir bo'ldi. Malika muhtaram xonim Ostondagi vaqtida Ordu kutubxonasidagi bir qism kitoblarni Turponga og'ash ketish maqsadida bir nusxadan ko'chirib olgan bo'lib, liq bir harbiy kitob ilib mangan edi. Bu kitoblar aslida ilm qumar Ismoilxonning diqqatini tortdi. Bir-birlab ko'rib edi. Bu kitoblarning ortida o'zi tek ko'rib boqmagan bir qism kitoblarning borligini bildi. Bir nusxadan ko'chirilmoqchi bo'ldi. Ana shundoq bir talay sabablar tufaylidan Malika muhtaram xonim Oqsuda turib qoldi. Shirali Bahodirning jangbozlik mahoratiga qoyil bo'lgan Ismoilxon oningga alohida iltifot ko'rsatib, Oqsuda turib qilishga ko'ndirdi. Lashkariy mansab berib, Ostondan bola chaqinlarni akaldirib berdi. Alshir Navoiyning Mahbubul Qulub nomli bu shohona asarimi Malika muhtaram xonim Ostondan akalgan kitoblarning biri edi. Bilmaganni so'rab o'rgangan olim, orlanib so'ramagan o'ziga zolim. O'rganurdan qochqon lavan, amgak tortib o'rgangan har daman. Malika muhtaram xonim boqib kirib, o'zini unutgan holda kitobga berilib ketgan tog'isiga qarab, Mahbubul Qulubdagi yuqorqi nazmini deklamasiya qildi. Bu deklamasiyani anglab, Ismoilxon beshini asta ko'tardi. Kitobdagi yana bir nazmini javoban deklamasiya qildi. Ilm o'qib, qilmagan amal maqbul, dona sochib ko'tarmadi mahsul. Deklamasiya oxirlashib, har ikkisi qaqoqlab kulishib ketdi. Meni chaqirib keldi amirata. Farmonlarga binoan paloqlab kelishi, dedi Malika muhtaram xonim tog'isiga akil. Ostondan ayrilgan ozg'ini kam 2 yildan beri Malika muhtaram xonim xilil bo'y tortib, o'sin jamoliga boshqacha to'lib ketgan edi. Ammo bolalar sho'q, tantak so'zman xususiyatini faqatli tashlamagan edi. Yozning tunji ne'matiga birli eg'iz tegaylaydigan edi, dedi Ismoilxon sevatdagi o'zini imo qildi. Sizlar yozning ujmisini amdi ko'ra o'xshamamda ota,
dedi Malika Shiraning qishig'iga kelib o'tirgach. Ahvoldan qaraganda Malikam allı burunla yengiliqqa eg'iz tegib bo'pti-kanda, dedi Ismoilxon kulib. Mulozimlarmi Malikamning ko'nglini elishni obdan biladi bo'lmasa, Sidiga eg'iz tekizmay turib bizga beramti o mulozimlar, dedi Malika yolg'ondan chiroyini ko'rishtirib. O'zim uzib yedim. Ashpaqlig'ingizni qarmandigan Malika. Oshni ko'rganda iymon qechibdi deb mendek tog'ingizni qishqirib berishni unutibsiz-da. Sizni qishqarsammi kammaytili, dedi Malika muhtaram xonim kulib. Nimishqa? So'radi Ismoilxon qiziq. Chunki men sizni shoq chiqib turib, uyimni yeyishga taklif qilsam bo'lmaydi-da. Ko'p qismdan bo'lmasa sizlarga. Shoqqa o'zingiz chiqib uymaydingizmi? So'radi Ismoilxon ta'ajjub bilan. Ha? dedi Malika bahramon javob berdi. Uymi deganni shoq qo'nib o'ltirib yemasa, uymi yegandek bo'lmaydi u kishi. Qilgan qilig'ingizni ko'mamdigan sizdan, dedi Ismoilxon Malikaning sho'xlig'idan suyunib. Sizni de nima desam bo'lar qizim? Ya Malikaga o'xshamaysiz, ya Shahzodaga. Navada uymi shaqidan yiqilib tushib, bir yeringizni so'ndirib olgan bo'lsangiz, enim Sultan Said Boboxonga nima deb javob beradi o'g'ayta? Alla uymi yeb, qo'shig'ingizni og'irtib olgansiz tayinliq. Ular ani shu yusunda muңdishib o'tirib, sevatdagi uymini yeb tugatdi. Mulozim ularning qo'liga yana bir qatim suv berib, qo'l chayqatgandan keyin dasturxonni yig'ishtirdi. Uyimni mo yeb bo'ldik. Boshqa ish bo'lmasa, men qaytay, dedi Malika o'rnidan turishga taraddudlanib. O'tiring. Sizga deydigan gapim bor, dedi Ismoilxon Malikani to'xtatib. Ayting qizim. Yaqindan beri ajab mendan qochadigan bo'lib qoldingiz-ku. Ko'nglingizni ranjitib qo'ymagandimi? Sizdan nimishqa ranjigidekman ota, dedi Malika kulib. Amsa ajab, buni o'zlari bilalar, dedi Malika yana o'zini kulkiga zorlab. Men bilanmidi. O'zingiz o'ch javob bering, dedi Ismoilxon. Desam, ranjib qoladimki? Ranjimayman. Ma'qul amsa, dedi Malika o'rniga qaytib choplashib oldi. Aslida sizlar so'rmisizmi demoqchi edim. Ammo muvofiq fursat topolmay yuratdim. O'zlari gap teshib qoldilar. Ko'nglimdagini qisqiladi. Qog'inni o'zlari bilib olsalar. Yaqindan beri sizlar oshu kelgunda ishon bilanlar bo'lib ketdilar. Hatto sir asrorlarini mo yo'shirmas bo'ldilar. Men saltanat, yurtchilik ishlarida ba'zi bir ahvollardan toza xabardor bo'lmasam-mo, ammo bu tejaman inshaalloh nari paydo bo'lsa shu yerda jangi jadal bo'ldiganligini, el yurtning tinchligi buzildiganligini obdan bilma. Bil qut xazinalaringizni yig'ing. Ismoilxon birdilla qopqinib turdi. Butkul el yurt, avliyo azam deb hurmat qilgan tarif buzurib azizlarga til tekizishga qandoq betindiz? Buning kechirgisiz gunoh ekanligini bilmamsiz Malika? Ul avliyoning avliyo ekanligini yaratgan egam o'zi biladi, dedi Malika muhtaram xonim xotirjam holda. Bayam sizni ranjib qollar degan edim. Rostila shundoq bo'ldi-ku ana. Mening ko'nglimni tushuning qizim, dedi Ismoilxon xiyolchanlik bilan. Saidiya saltanatini barpo qilguvchi taxt sohibi jannat makon baboi buzurgimiz Sultan Saidxon oliylaridan tortiblar. Bu pir buzurglarga qo'l berib, ularni pir ustoz tutib kelgan ekan. Bu azaldan davomlashib kelgan edi. Biz ham bu udundan bosh tortmaymiz. Ularsiz saltanatning tinch osoyishligini tasavvur qilolmaymiz. Biz har qachon ularning duogo'ylikka muhtojmiz. Ismoilxon ko'ngildagini yo'shirmaydi aytdi. Ammo o'z so'zlik Malika muhtaram xonim qoyil bo'ldigandek emas edi. O'zini ahli shariatning yo'lboshchisi,
ahli sulhning peshvosi deb atılgan ul ishonning biror maqsad muddaosi bo'lmasa, shuncha haraj tortib oqsuvi kelmas, o'zlarini sulhga da'vat qilmas edi. Xudoning zaminning xohlagan bir yerda o'ltirib, el-yurt, saltanat uchun xolis duogo'lik qilsa, yaratgan egam maqbul ko'raverdi emasmi? İsmailxon Malika Muhtaram xonim bilan munozirlashishni xohlamadimi yoki Malikadan rostilla ranjib qoldimi? Aytavur. Rahildagi kitobga qaragan bo'lib, jimni turib oldi. Men sizga aşı kitobdagi durdanlardan 2 kalima so'z hadiya qilay, dedi Malika Muhtaram xonim ko'zini yiroqlarga tikib turib. Alsir Navoiy Hazratim bu shahoni kitobida bir qism barcha qo'y payli hiyligarlik va jami harakati g'arazlik aldamchi dindorlar, shayx mollalar haqida mundaq bayonlarni bergan ekan. Yaktiki uning ayibni yopquchi yaktikining har bir yipi aldamchilik chaqida egirilgan tasvir sirmig'i rangvozlikdir. Uzoq namoz o'qimig'i kishiga ko'rsatish uchundir. Kola bilan salla ul hazratga davlatdir. Uzun sangitildigan salla uchi tulki quyrug'idan bergan. Mahalsiz chiqqan ovozlari nihoyat so'g'uq, go'yoki vaqtsiz qichirgan tovuq. Malika Muhtaram xonim bu parchani o'qib bo'lgandan keyin o'rnidan turdi. Ismoilxonga tavazzu bilan salom berdi. Kechirsizlar ata. Men bu so'zlarni ul ishon piri buzurqqa taqqoslamoqchi emasman. Ammo tuyuqsiz do'stlik, sadoqatmanlik ko'rsatganlarning niyat, muddo maqsadlarini bilib beqaroq sir asra bo'lgan yaxshi. Ortiq so'zlab ko'ngillarga bezovita qilib qo'ygan bo'lsam, afu qilg'aylar. Malika Muhtaram xonim bo'lani deb bo'lib ketib qoldi. Onun bu so'zlari Ismoilxonning ko'ngil oromini buzib o'tgan edi. Anglayotganlar Beliqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishonning kun otlab to'xtamay daydayga selishi bilan Oqsu amiri Ismoilxonning ostoniga lashkar tortib berib, taxt saltanatni tortib olish orzusi kun sayin eshib bormoqda edi. Shu kunlarda u o'zini Saidiya taxtini tortib olishga haqli deb qaraydi. Shunga u lashkariy hozirliklarni borgan sari kuchaytirib, puxta tayyorlik ko'ryapti. Ammo ha deganda bu lashkariy yurishning g'alabasiga toza ishonch qilolmay, ikkitoyim bo'lib qolyapti. Shahzoda Ismoilxonning xiyollari tengsiz, ziddiyatlik ham she'r, ham kuchmal edi. O'ltirish qo'psi qilgan xiyollarining hammasi ashu saltanatlik oltin taxt bilan munosabatlik edi. O lashkariy yurishning mushaqqatini, qiyin xatirini, jiyani Shahzoda Yo'lbosxon bilan bo'lgan jangning g'alabasini ham mag'lubiyatini, taxtda o'tirgandan keyin amalga oshirmoqchi bo'lgan planlarini hammasini xiyol qiladi. Oldingi xiyoldan keyingi xiyoli ko'proq ham shirin edi. Vujudiga tugamas lazzatlarni beg'ishlardi. Taxtda o'tirgandan keyin Ostona, Qashqar, Xotan, Oqsu, Kucha, Ko'rla, Marolveshi, Cholish, Serqul qatorliq muhim yurtlarga kimlarni amirlikka belgilash haqida oldin o'ylab qo'yganlarim bor edi albatta. Ana oshundoq tinimsiz shirin xiyollarning allaylashida o'tirgan Ismoilxonni shipirlab kirib kelgan o'daychining qadam tovushi cho'chitibdi. Ma'lum bo'lg'ay, ostondan kelgan bir mehmon oliylar bilan ko'rishni talab qilyapti, dedi o'daychi qo'l bog'lab beshini tuvan sag'inicha. Ostondan kelgan mehmon? Ismoilxon bir oz ta'ajjublandi. Kimki u? Nom amalni ma'lum qilishni xohlamadi. Oliylarga ma'lum qilib qo'ysalar, ko'rishadigan muhim ishim bor deydi. Chorsoqol, baslik, 60 yoshlarga kirgan odamga. Gap so'zlardan odatdagi odamlarda qilmaydi-ku. Ism martabasini ma'lum qilishni xohlamagan bu mehmonga Ismoilxon birdinlik qiziqib qoldi.
Undaq bo'lsa, bir ozdan keyin kutubxonaga boshlab kirsizlar, dedi Ismoilxon. Xo'sh, dedi o'daychi kaniga qaytib. Ismoilxon dastoribchining yordamida ustuvoshlarini qaytadan yengushladi. Naib va amirlikning belgisi bo'lgan boshmaltoqchilik cho'nliqdagi go'har topilgan sallisini kiyib kutubxonaga qarab maqdi. Ancha hayol qolmayla o'daychi yeliqi mehmonni boshlab kirib keldi. Assalomu alaykum, shahzoda oliylari. Arzimas ehtiromimni qabul qilg'aylar, dedi yeliqi mehmon Ismoilxonga cho'nqur salom berib. Va alaykum assalom. Xo'sh keliblar, aziz mehmon, dedi Ismoilxonmo salomni elib. Mehmon bilan Soyibxonning ko'zlari bir necha daqiqa uchrashdi. Tonish chiroy ko'ringan mehmonga sinchilab qaragan Ismoilxon birdilla sakrab turib ketdi. "Voy, sizlar Mirzo Bobogbek Amir janoblar emasmi? Meni aslardan chiqarib qo'ymaganliklariga ko'p tasanno shahzoda oliylari", dedi Mirzo Bobogbekmo Ismoilxonning oldiga yugurib. Mehmon bilan Soyibxona quchoqlashib ko'rishdi. Mehmon rostilla ostona amiri, qo'shimcha ostona muhofazachilar qo'shinining amir lashkari, Sulton Abdullaxonning yaqin ishonchli odami Mirzo Bobogbek edi. "Tinch amon keldimi, amir?" deb qaytadan ahvol so'radi Ismoilxon mehmon bilan birga o'rin olgandan keyin. "Bu g'ayribani yurtga qandoq shamollar uchirib keldi o'zlarini?" "So'zlab kelsam gap to'la oliylari", dedi Mirzo Bobogbek ig'ir o'sin. "Ostonaga patmagan bu arzimas beshimni elib, oliylarni panohlab keldi." Mirzo Bobogbek lochindona, qalampur, yelila va boshqa dori darmaklarni mo'l silib ochiq damlangan zafar choyni so'mirib o'tirib, oqsuvga kelish sababini so'zlashga boshladi. Yo'lbosxon enisi shahzoda Abdumo'minxonni taxtda o'ltirgan yerdan chepib tashlagandan keyin o'zini Yakan Saidiya saltanatining xoqoni deb chakarlab taxtda o'ltirdi. Nima qilarini bilmay xavfsirab, vahimada qolgan o'rda arkonlariga xo'sh chiroy muomala qilib, sarosimga tushgan ko'ngillarni tindirdi. Birmu amirning mansab martabasini elib tashlamadi. Ammo muhim yurtchilik ishlarini o'zining Qashqardan billa agashtirib akagan amir sarkardalari bilan kengashdi. Xo'ja Hidoyatulloh Ishonni bo'lsa, alohida hurmatlab taxtning yenidan o'rin berdi. Hidoyatulloh Ishon o'rniga kirsa, qoidani buzib, o'rnidan turib hurmat bildiradi. Taxtga yondosh qo'yilgan shahoni ko'rishga taklif qiladi. Hidoyatulloh Ishon o'ltirmoqcha o'ltirmaydi. Ishonga qilgan har bir so'zida qutbul aqtob, piri buzuruk avliyo, valiyulloh degandek iboralarni ishlatishni esidan chiqarmaydi. Hatto saltanatni sulhdan mustasno tutishdan iborat oti mezoniga xiloflik qilib, barliq o'rda arkonlarini sulhi ishqiyaga da'vat qilib, Hidoyatulloh Ishonga qo'l berishga majburladi. Azazin sulhi Ishoqiya yo'lni tutib kelgan xili ko'p amirlar kallullardan ansirab Hidoyatulloh Ishonga murt bo'ldi. Yo'lbosxonga Ishonga yaxshi ko'rinish uchun besotidagi mol dunyolarni, qimmat baholiq buyumlarni oyimay sovg'a qildi. Shahzoda Yo'lbosxonning Hidoyatulloh Ishonning o'rdadagi ko'ni amirlarga bo'lgan muomalasi siliq edi. Xo'sh chiroy muomala qiladi. Amirlarning qasrlariga chaqirgan mehmondorchiliklarga qolmay boradi. Yeydi, ichadi. Bergan sovg'a salomlarini takallufsizda qabul qiladi. Ammo o'rdaning muhim kengashlarida bu amirlar yanada sirti qoladi. Xuddi Yo'lbosxon o'ntoqliq kesiliga giribtor bo'lgandek muhim kengashlarda ishlarda bu amirlarni esidan chiqarib qo'yadi. O'rdada amirlar nisbiy tinchlikqa, xotirjamlikka erishgani bilan bechora, begunoh ostona xalqi texichilar o'tning ostida yashayotdi. Hidoyatulloh Ishonning ishqiyachi xalifa sufilari sulki Ishoqiya murtlarini tozalash bahonasi bilan kunda degidek odam tutadi, o'ltiradi.
mol mulkini musodir qiladi. Dahshatlik so'lib taqadidan ko'ch ko'ylarda qoplab ketgan xufiy payloqchilardan fuqarolar xotirjam sirtqa chiqolmaydi. O'z vaqtida Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishonning sufiy jallotlari Qashqardagi begona oddiy ishqiya murtlarga qandoq zulm solgan bo'lsa, Hidoyatullo Ishonning sufiy jallotlarimi Ostonadagi begona oddiy Ishoqiya murtlarga uningdan oshirib zulm silayotdi. Oltinliqum Keltanlarim mozorlarda tilamchilar to'pi kundan kunga ko'payib Ordu əmirlərinin heç qaysisi Ostona xalqining bu fojialik qismatlari haqida Sultan Yo'lbosxonga ma'lumot sunishga jur'at qilolmaydi. Chunki Yo'lbosxon Xo'ja Hidoyatullo Ishonning tavsiyasi bilan sulki ishqiya targ'ibotini qo'llab, sulki ishoqiya targ'ibotini cheklash xususida xalq qonun jasaqqa tuzitish kirgizgan bo'lib, ishoqiya murtlarga ich og'irtish, ularni qanot ostiga elish qonunga xilof qilmish hisoblanadi. Shundoq kishilarning jaddi jamiyati qirilib ketadi. Bu fojialik qismatlarni Xo'ja Hidoyatullo Ishon Yo'lbosxon hokimiyatining muqimligi, tinchligi, osoyishligi uchun deb tushuntiradi. Shahzoda Yo'lbosxon bo'lsa, bunga shaksiz ishonadi. O'rdadagi nisbiy tinchlik, xotirjamlik oz kam 6 oy davomlashdi. Bu jarayonda qanot quyrug'ini o'ngishilishga ulgurgan Shahzoda Yo'lbosxon bilan Xo'ja Hidoyatullo Ishon endilikda asli qiyofatini oshkorlashga boshlagan edi. Bir juma kuni atiganlik qubuldan keyin Shahzoda Yo'lbosxon lashkariy divonning amiri kabir Cho'pik Mirza bilan o'rda ishq og'isi qo'shimcha o'rda muhofazachilar qo'shinining amiri Mirza Tangriberdibayni tuyuqsizda o'limga hukm qildi. Naq maydonda kallasini oldirib etdi. Bu ishga riyokor amir, dedi Yo'lbosxon chiroyidan dahshat yog'dirib turib. Xonga osiylik qilib, Targ'oni amir bilan xufiyani aloqa bog'labdi. Ularning turalg'isidan shu xususda yozilgan qora xat topildi. Hamda kimki buyuk saltanatimizning ulini ko'lab, munofiqlar ish harakatlar bilan shug'ullandi ekan. Ularning kim bo'lishidan qat'iy nazar, hatto janobiy xon otamning a'tivorlishiga erishgan amirlardan bo'lishiga qaramay kallı selindi. Qilcha rahim shafqat qilinmaydi. Jaddi jamiyatgacha qirib tashlandi. Yo'lbosxon dalil isbot sifatida qo'ynidan bir parcha xatni elib qo'llanib qo'ydi. Qattiq vahimidan kallularning qayg'usida qolgan amirlardan hech qaysisi u xatni Yo'lbosxonning qo'lidan elib ko'rib beqishga petinolmadi. Xatning mazmuni Amir kabir Cho'pik Mirza bilan o'rda ishq og'isi Mirza Tangriberdibai Farg'ona amiriga Saidiya xonligiga lashkar tortib kelib, o'z tasarrufiga elish taklifini berib, uningga ichidan moslashadiganligini bildirib xat yozganmish. Farg'ona amiri bularga pat yaqinda Saidiya eliga qarab lashkar tortadiganligini, uninggacha puxta tayyorlik ko'rib turish to'g'riliq xat yozganmish. Bu qori xatning rost yog'anligi noma'lum bo'lsa-mu, lekin Shahzoda Yo'lbosxonning bu ikki amirni o'ltirib etib, bular tutib turgan o'rdining muhim lashkariy huquqini Qashqardan agashtirib kelgan o'zining sarkardalariga elib bergani amaliyat edi. Cho'pik Mirza bilan Tangriberdibaylarning o'limi ishning muqaddimasi edi. Shuningdan keyin o'rda arkonlarining ortida osiylar pat-pat chiqib turdi. Yo'lbosxonmi rahimsizlik bilan ularning kallasini elib, ular tutib turgan mansabga o'zining yaqinlarini bir-birlab qo'ydi. Ozg'ini kam 2 yil ichida Sulton Abdullohxon davrida mansab tutgan o'rda arkonlarining 10 dan 9i osiy bo'lib ketdi va yengilandi. Mana endi o'zining bara-bara yolg'iz qilayotganligini sezgan Ostona muhofazachilar qo'shinining amir lashkari Mirza Bobobayning ko'ngliga shak tushishga, kallasidan ansirashga boshladi. Shundaqdimi u har bir qadamini avaylab puxta besib o'tdi. Uzun mezgil Ostonaning amirligini,
Ostona muhofazachilik qo'shinining amir lashkarlik mansibini ustiga elib kelayotgachqa, Ostona xalqi orsidimi va xillangan bir tuman Ostona muhofazachilik qo'shinining sarkarda lashkarlari orsidimi yuksak hurmat obro'yi bor edi. Ostona fuqarolari bu peshqadam amirning odilligi, adolatparvarligi, ojiz kambag'allarning holiga yetadiganligi haqida maqtishib hikoyalarni to'qisa. Ostona muhofazachi qo'shinidagi sarkardalar bu peshqadam sarkardaning jangbozlik mahorati va lashkariy tadbirining yeganligini ta'riflashib, uni marhum amir kabir buyuk harbiy sarkarda Hinduqush Mirzaga taqqoslaydi. Belqut shirkatida ovozga ilinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallod Xonim nomli tarixiy romanini bugun musharga janlatdik. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anlatamiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Shinxua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz. Xazinesi Uyg'ur xalqining urf-odat, nashr shaxs ibodat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinesidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat birgalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni bil, Bilqut xazinesi